Buxorolik ayol dugonasini tunadi. Buning uchun u internetdan foydalangan holda erkak rolini o'ynadi. Gap shundaki, Telegram tarmog'ida o'zini Feruz deb tanishtirgan profil paydo bo'ladi. U o'z o'ljasini uzoq kutmadi. Jabrlanuvchi bo'lgan sodda ayol ekran ortida sirli oshiqqa ishonadi va hattoki o'zining eng maxfiy shaxsiy foto va videolarini unga yuborishgacha bordi. Tovlamachi esa ushbu video va suratlarni ayolning yaqinlariga yubormaslik hamda internetda tarqatmaslik evaziga undan naqd 6000 AQSh dollarini talab etadi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan maxsus tezkor tadbirlar natijasida tovlamachi talab qilgan pullarning bir qismini plastik kartaga o'tkazib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan voqea joyida qo'lga olinadi. Feruz esa aslida jabrlanuvchining tanishi, ya'ni dugonasi bo'lib chiqdi. Ha, afsuski bugun internet ayrim odamlar uchun ov maydoniga aylanmoqda. Xuddi shunday yana bir holatda jondorlik 2 nafar farzandning otasi bo'lgan fuqaro turmushga chiqmagan qizni nishonga oldi. WhatsApp messenjeri orqali bo'lib o'tgan video qo'ng'iroqlar yozib olinadi. Qo'lda sharmandali dalil borligidan foydalangan erkak qizning nomusi va sha'ni bilan o'ynashga o'tadi. U video tasvirlarini qizning ota-onasiga, qarindoshlariga ko'rsatish, ish joyiga tarqatish va internetga chiqarib yuborish bilan tahdid qiladi. Bunday qilmaslik evaziga talab qilingan narx esa 26 million so'm. Ammo jabrlanuvchida tovlamachi talab qilgan bunday katta miqdordagi mablag' yo'q edi. Chorasiz qolgan qiz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiladi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida tovlamachi talab qilingan pulning 500 AQSh dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Yuqoridagi har ikkala holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.